Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Avvalambor sizlarga chuqur hurmatimni hamda minnatdorchiligimni bildiraman va albatta sizlardan uzr so'rayman. Bundan ro'parasi 1 yil oldin yo'qotilgan sog'liqni izlab rukn asosida seriyali roliklarni qo'yib boraman. Ya'ni zamonaviy tibbiyot hamda mana shu tabobat sir asrorlari va yangiliklar haqida sizlarni tanishtirib boraman degan edim, ammo ba'zi bir sabablarga ko'ra biroz cho'zilishga to'g'ri kelib qoldi. Mana Alloh sabab qilgan ekan, shu paytga to'g'ri keldi. Sababi mana o'zimda bir qo'shimcha savol paydo bo'lib qoldi. O'zi sog'liq mavzusida shunaqasi qiziq savol, o'zimga o'zim savol berdimda, shuni yechimini topishga harakat qildim. Ya'ni kasallikni davolashdan maqsad nima? O'zi kasallik bilan sog'liq o'rtasidagi holatda yuramiz biz. O'sha sog'liq o'zi nima degan savol tug'ildi. Juda ham chuqur o'rganishga harakat qildim buni. Endi to'g'risi men zamonaviy tibbiyot yoki o'sha eski tabobat qaysidir bir jihatdan bittasidan ustun yoki bittasidan oqsayapti deb ayta olmayman, lekin izlanishlarim aynan Ibn Sina bobomizni tibb qonunlarini 5 tomi ham qo'limga kelib tushdi. Aynan shuni o'rganib, qayta o'qib, men zamonaviy tibbiyotga ko'ra aynan mana shu tibb qonunlarida bu savolimga javob topdim desam xato qilmagan bo'laman. Masalan, endi sog'liqni davolashdan maqsad nima yoki o'sha kasal insonni qanaqa holatga olib kelish kerakki, u o'zini sog'lom deb his qilish kerak degan tushuncha bilan izladim. Endi qarangda, juda ham bir qiziq holatda, buni juda ham bir yaqqolsiga soddaroq tushuntiraman desam, sizni tug'ilgan joyingiz, ya'ni vataningiz, oilangiz, uyingiz ma'lum bir shahar yoki qishloq yoki nima desam bo'ladi, burada joylashgan. Endi vaqt keldi, ulg'aydingiz. Ba'zi bir sabablarga ko'ra dunyoni ish bilanmi, o'qish bilanmi dunyoni aylanishingizga to'g'ri kelib qoldi. Agar necha yil aylansangiz ham oxir oqibat mana shu tug'ilib o'sgan vataningizga qaytib kelasiz. Sababi sizni kindik qoningiz to'kilgan, tug'ilib o'sgan vataningiz. Aynan xuddi shunaqa Ibn Sina ham avvalambor deydi, kasallikni davolagan mahalda deydi, birinchi uni fitriy mijozini aniqlashga harakat qil. Mijozlar ilmida juda ham qiziq joyi bor-da. Men mana shu nuqtasini topish uchun shu birinchi tomni endi bir qancha o'qib chiqqanim esimda yo'q, lekin o'qib chiqaverib bu narsani ma'nosiga yetguncha shu narsani anglab olasan-da. Aynan mana shu fitriy mijozni aniqlash uchun ham bir bobni bag'ishlagan. O'sha bir bobni bag'ishlashda ham o'sha bitta bobi ham Ibn Sinani 18 tam 16 tam fasldan iborat. Endi u paytlarda albatta qon guruhi degan tushuncha bo'lmagan. O'shaning uchun fitriy mijozni aniqlashga harakat qilinganda aynan bobo akalarimiz aytadiki, sen kasallikni davoladingmi? Fitriy, ya'ni tabiiy mijoz hech qachon o'zgarmaydi, u tug'ma keladi. U insonni organizmini tubida bo'lsa ham bo'ladi. Qachonki sen mana shu tabiiy mijozga yaqinlashtirasan, u inson sog'lom bo'ladi. Qarang, men shu javobni oldim. Misol, hozir zamonaviy tibbiyot ham bundan mustasno demoqchi emasman. Qandaydir bir o'sha eski tabobatdan andaza olishga harakat qilingan. Lekin qandaydir sabablar bilan bu chala qarib ketgan. Ya'ni o'sha temperamentlar. Temperamentlar ham xuddi mana mijozlarga o'xshab, bir-biriga o'xshash keladi. O'ziga xos xarakteri. Faqatgina zamonaviy tibbiyotda temperamentlarga xarakter beriladi, xolos. Ammo
mijozli ilmida misol Ibn Sino ham aynan shu mijozlarga xos xarakter, aynan shu mijozlarga mos va xos bo'lgan kasalliklar, misol o'sha tabiat o'zgarishi qanaqa mijozda bo'ladi, bularni hammasiga e'tibor berib, o'sha mavsumiy kasalliklarga bergan. Ya'ni o'sha sizni geografik joylashuvingiz, o'sha aynan o'sha joylashuvga yarasha o'sha maskanni o'ziga xos mijozi va o'ziga xos kasalliklargacha aniqlab yorqin. Endi umuman tushuntiraman desam, agar Mendeleyev kimyoviy elementlar davriy jadvalini qanaqa tuzib chiroyli jadval qilib berib ketgan bo'lsa, Ibn Sino bobomiz ham aynan tabobatni shunaqa qilib chiroyli qilib klassifikatsiya qilib berib ketgan insonda. O'ta juda ham kuchli inson. Endi men bundan oldingi roliklarimda ayniqsa mana doktor Bergni keto parhezini mana shu O'zbekistonga mos, o'zimizda mavjud oziq-ovqatlarga mos tarzda tuzgandim. Endi hech bir narsa bekami ko'st bo'lmaydi. Mukammal narsani o'zi juda ham kam. Shuning uchun aynan mana shu tabobat jihatdan qarasak, ba'zi bir jihatlari sal xatolik bo'ldi. O'shaning uchun men bundan keyingi roliklarimda albatta buni sizlarga keng yoritib batafsil tushuntirishga harakat qilaman. Mana zamonaviy tibbiyotda bu qanaqa ta'sir qiladi yoki o'sha eski tabobatda uni mizoji va qanday ta'sir qiladi, qanaqa mizojlarga to'g'ri kelmaydi, qanaqa insonlarga to'g'ri kelmaydi, bularni to'g'risida sizlarga batafsil tushunarli, sodda qilib tushuntirish berib boraman, Alloh nasib qilsa. Albatta roliklarni like bosib qo'llab-quvvatlab boring. Sababi aynan kanalimiz rivoji mana shu sizlarni like va qo'llab-quvvatlashlaringizga bog'liq. Mana izohlarda ilova qilib berilgan Telegram kanalimiz ham bor. Juda ham aktiv. Mana tez kunlarda Instagramda ham kanal ochamiz. Bularni albatta yoritib boramiz. Bundan keyingi roliklarni albatta kuzatib boring. Qanaqa fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, savollarni bering. Men bemalol javob beraman. Va keyingi roliklarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.